Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana ushbu video Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Yangi Hayot mahallasi Ahillik ko'chasidan bo'lyapti. Mana ko'rishimiz mumkin. 2 qavatli uylarda yonida mana 2018-yil obod dasturga tushib, mana ariqlar qazilmay, oxirsigacha davom etmay, suv sirkulyatsiya aynalmaydi. Hamma tomonda 2018-yil obod dasturga tushiramiz deb Muzrabot tuman markazi alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi. Mana ekranda ko'rishimiz mumkin. Mana 2 qavat domlarda hali mana jekmi nima ta'mirlab bergan ana oylik to'lovlarini to'lay olmaydi fuqarolar. Sababi nimadaki, kichkina tuman, hammaga ham ish topilmaydi. Mana hozir ekranda ko'rib turgan joyimiz mana shunday dengiz bo'lib, mana birinchi qavatdagi uyni ichigacha suv kirib ketgan. Mana ta'mir talab ahvolga kelib qolgan. Mas'ul rahbarlardan iltimos qilardikki, ushbu voqea va hodisaga jiddiy e'tibor qaratib, mana bugun erta ko'p suv ko'llayversa, dom ag'nab tushishi mumkin. Hozir narigi tomonlardan ham batafsil video tasvirlarini ko'rsatamiz. Rahbarlardan iltimos qilardikki, holatga jiddiy e'tibor qaratib, mana shu latoglarni ham almashtirib, suv sirkulyatsiya bo'lib aynalib, fuqarolarga zarar bermaydigan holatga keltirishlaringizni so'raymiz. Narigi tomonlarni ham ko'rsatamiz. Xulosa o'zlaringizdan. Mana ko'rishimiz mumkin, shundaylikka suv aynalib, bitta domni oldidan aynalib, mana keyingi domlarda oldigacha suv borib, mana ba'zi fuqarolarda hojatxonasigacha suv to'lib ketgan. Mana ko'rishimiz mumkin, mana dengiz bo'lib yotibdi. Mana u tomonga borishga bizga imkoniyat yo'q, mana yo'l yo'q. Ko'rishimiz mumkin. Mana hurmatli vatandoshlar, mas'ul rahbarlar shaxsan iltimos qilardik, mana voqeani ko'rishimiz mumkin. Mana yavni ko'rinib turibdi. Mana o'zirada suv ko'llayotibdi. Narigi tomonlardan ham hozir to'liq video tasvir qilishga harakat qilamiz. Mana mas'ul rahbarlar, ko'rishimiz mumkin, naryoqqa borishga yo'l yo'q. O'zimiz botib ketishimiz mumkin. Mana loy bo'lib turibdi. Iltimos qilardik mas'ul rahbarlardan jiddiy e'tibor qaratdi. Mana shu qozilmay qolib ketgan ariqlar ko'milib, suv sirkulyatsiya bo'lib aynalmaydi. Latoglarni ham almashtiradigan holatlarga kelib qolgan. Mana ko'rishimiz mumkin. Takroriy iltimos qilardikki, ushbu hodisaga jiddiy e'tibor qaratib, fuqarolarga zarar yetmaydigan qilib, shu ariq suvini to'liq tuman markaziga, hamma ariqlarga sirkulyatsiya bo'lib, fuqarolarga zarar bermaydigan qilib ta'mirlab berishlaringizni mas'ul rahbarlardan shaxsan iltimos qilib qolardik. Mana ko'rishimiz mumkin, mana Aziyamet klinikasi umuman ariqlar butun tuman bo'ylab obod dasturga tushib 2018-yilda ko'p ariqlar ko'milib ketgan, qazilib, suv sirkulyatsiya bo'lib aynalmaydigan holatga kelib qolgan. Takror iltimos qilardikki, voqeaga jiddiy e'tibor qaratib, mana shu birinchi qavatdagi fuqaromiz o'zi Toshkent ketgan ekan ishlashga, telefon qilyapti qo'ni-qo'shnilarga. Uyini ichini suv bosib yotibdi, gilamlari bir qarish suvning ichida turibdi. Jiddiy e'tibor qaratasizlar degan umiddamiz. Bizda hozircha shular. Xayr, salomat bo'linglar.